Assalomu alaykum. Bizning O'zbekiston qahramonimiz bugun navbatdagi ko'rsatuvimizda ayollar media klubida. Munojot opa, yana bir bor assalomu alaykum deyman. Xush kelibsiz. Assalom. Bizni chiroyli hozir tanlangan go'shamizga qanday baho berasiz? Judayam zo'r. Men ertaklar olamiga tushib qolgandek bo'lyapman. Bejiz tanlamadik jonli joyni, chunki siz ham toza havodan, toza atmosferali joyda bo'ling deb shu joy tanladik va bugungi bizning qahramonimizning imijini ozgina o'zgartirdik. Ko'rgan bo'lsangiz, doimo ularni milliy, an'anaviy qadriyatlarimizga mos kiyimlarda ko'rgansiz. Bugun esa ayollar media klubi bizning qahramonimizni stili ham, imiji ham turlicha bo'lishini ko'rsatib bermoqchi edik. Albatta aytishingiz mumkin, nimaga aynan Munojot opaga tegdinglar yoki yana Munojot opani milliy qadriyatlarini o'zgartirdinglar? Yo'q, milliy qadriyatda qoldik. Buni abadiy saqlab qolamiz va Munojot opamni bugun biz yanada yoshartirishga harakat qildik va bularni sirini ham alohida aytib o'tib va ko'rsatamiz. To'g'rimi Munojot opa? Rahmat, albatta. O'zingizga bugungi imijingiz yoqdimi? Yaxshi. Rahmat. Salomat bo'lsin, qo'llar dard ko'rmasin qizlarimizni. Men yana ham yoshartirib chiroyli qilib qo'ydi men nazarimda. Endi qanchalik tomoshabinlar baho berishadi, ularga hukmiga havola. Munojot opam, ko'rib turganingizdek ko'pchilik ulama choch qiladi deyshadi. Yo'q, men bugun aniq aytishim mumkin, sochlari o'zlariniki, mana uzunligi bo'yicha qoldirilgan va juda ko'p yoshlarimizga ham menga aytishingiz mumkin, o'zingizni sochingiz kalta, meni sochim o'zi tabiatdan kamroq bo'lgani uchun kalta qilishimga to'g'ri keladi, lekin men havas qildim, sochlari juda ham chiroyli va milliy qadriyatlarimiz deganimizda aynan uzun sochni ham biz har doim inobatga olamiz. Haqiqatdan ham doim shunaqa tovlanib, jilovlanib, hammani siz sochingiz meni bugun rom qilgan bo'lsa, boshqalarni ham shunday qoldiraversin. Endi Munojot opa, biz savol javoblarga o'tsak, chunki juda ko'pchilik sizni sahnada ko'rganda mana juda ham ko'p savollar o'zimga ham kelishadi, chunki siz davlat xizmatida ishlagansiz, opajon. Prezidentimiz orden, medal yoki mana faxriy unvonlarni taqdim qilayotganda ko'pchilikka o'sha yerda o'zaro gap bo'ladi. Ozgina bir daqiqalarga mos, soniyalarga mos holatda bo'ladi. O'shanda aytishadi, nimadir deydilarmi deb. Men ham bugun shu savolni sizga yuzlanmoqchi edim, chunki sizga o'sha unvonni taqdirlayotganlarida sizga shaxsan nima deb yuzlandilar? To'g'ri aytdingiz, yurtboshimiz juda ham san'atni yaxshi ko'radigan, san'atni e'zozlaydigan, san'atni ulug'laydigan, o'zlari ham san'atshunovanda insonlar. Shu ma'noda aynan oxirgi yillarda maqom san'atiga bo'layotgan e'tiborlari, ularning shu yurtimizda bo'layotgan o'zgarishlarga sababchi va ko'plab mana shu milliy san'atimiz maqomiga bo'lgan o'zgarishlar, ya'ni loyihalar, qarorlar qabul qildilar va o'ylaymanki, mana shu borada alohida menga aynan oxirgi 2021-yilda O'zbekiston qahramoni unvonini bergan paytlarida taqdim etishlaridan oldin ta'rif berib, juda ham chiroyli ta'rif berdilar. Munojotxonni shu san'atga kirib kelganidan juda ham kuzataman va e'tibor berganman va shu kunga qadar hech qanday bir o'zgarishsiz, bir ularda kibrni ko'rmadim yoki bo'lmasa mana shunday o'zbek ayolining timsolini ko'raman degan juda ham bir katta bir ta'rif berdilar. Juda chiroyli gap gapirgan ekanlar, chunki ayollarga davlat rahbari shunday bir timsolni sizga qarang tenglashtirgan ekanlar. O'zbek ayolining timsolini ko'raman dedilar. Juda ham. Bu juda ham katta ta'rif. Bu ana shu aytilgan bir iboraning ichida bir katta bir ma'no borda. Yana ko'p gaplarni aytdilar, endi ularni aytib berish ayta olmaymiz ham, ayta olamiz, lekin nima deymiz? Ulardek aytib bera olmaymiz, ulardek ta'rif qilib bera olmaymiz. Lekin juda ham zo'r motivatsiya bersalar kerak, chunki albatta. Ularni har bitta gapida, har bitta ular bildirayotgan ishonchda alohida
tushlarda bir ko'rib chiqadigan holatda Albatta. bo'lsa kerak deb o'ylayman, chunki men o'zim hali olmaganman va albatta bir kun emas bir kun men ham shunday chiroyli gaplarni eshitaman degan Xudo umiddaman. xohlasa olasiz. Albatta siz aytdingizmi, albatta bo'ladi. Albatta. Hozir esa juda ham ko'pchilik ayollarimizdan, tomoshabinlarimizga qiziq bo'ladigan savollardan bittasi bu nechta farzandingiz bor va o'zi qayerda tug'ilib, ko'pchilik biladi Andijon viloyatida tug'ilganligingizni va qanday oilada tug'ilgansiz? Albatta matbuotda, gazeta va jurnallarda, suhbatlarda bu haqida ko'p gapirilgan. Men o'zi asli mana shu yana bir aytadigan bo'lsak, men Andijon viloyati Buloqboshi tumani Shirmonbuloq qishlog'ida tug'ilib voyaga yetganman. Ya'ni 1965-yili noyabr oyida kuz faslida dunyoga kelganman. Yaqinda tug'ilgan kuningiz ekanda unda. Ha, shunday. Biz oilamizda mana otamiz oddiy kolxozchi bo'lganlar. Ular shofyor bo'lib, mana shu sohada ko'p yillar ishlaganlar. Onam uy bekasi, 8 farzandni tarbiyasi bilan shug'ullanganlar. Kolxoz ishlaganlar. Biz endi hammamizni o'qimishli bo'lishimizga otamiz o'zlari ham sababchi. Shu qizim yoki o'g'lim, farzandlar hammalari oliy ma'lumotli bo'lishi kerak. Men vaqtida mana shu oliy ma'lumotga ega bo'lmadim degan fikrda bizga mana shunday sharoitni qilib berganlar. Ya'ni o'zlarida bo'lgan armonligicha qolmasin deb farzandlariga bergan ekanlar. Albatta. Chunki bilasizmi, bu sabab o'zlari juda ham yaxshi bilim olganlar, ayniqsa matematika yo'nalishida juda ham kuchli bo'lganlar. Ular institutga ham kirganlar. Lekin Oilaviy sharoit taqdir taqozosi, oilaviy sharoit tufayli, ya'ni opalari, singillari bo'lgan, ukalari bo'lgan, bitta ukalari, amakimlarida o'qishlariga yordam berish uchun, keyin amakimni uylangan oilalari, kelinlari ham o'qishda bo'lganlar. Shularga yordam beraman, ukam, kelinimiz o'qisin deb o'zlari o'qimasdan ishlab ularga moddiy tomondan yordam berganlar. Afsuslanmadilar, shu kasb bo'yicha mehnatda chiniqqan inson bo'lganlar. Mehnatda haqiqiy bir baxt topgan inson bo'lganlar. Biza hozir ko'pchilik yoshlarimiz mana hozir aytyapsiz, qiyinchilikdan chiqib, o'qib, o'sha ozgina studentlik davringizga qaytaylik. Qanday bo'lgan bu studentlik davringiz? Qanday qiyinchiliklar ko'rgansiz? Qanaqa mehnat, zahmat orqali siz bugungi kunda mana Munojot Yo'lchiyeva bo'lib turibsiz? Endi har bir kasbda ham o'ziga yarasha qiyinchilik bor. Qiyinchiliksiz maqsadga erishib bo'lmaydi. Endi bizda ham yoshligimizda qiyinchiliklar bo'lgan. Eng qiyin paytingiz o'sha eslanchi, mana odamni yuragida qolib ketadi. Hayotda insonni eng qiyin davri bilan eng chiroyli maza qilayotgan davridan har doim o'sha ko'nglida, qalbida qoladigan jarayonlar bo'ladi. Sizda studentlik davringizda, talabalik davringizda nima qiyinchilik bo'lganki, o'sha sizga turtki bo'lgan, men eng zo'ri bo'laman deb. Kimnidir ishonchi bo'lmagandir sizga nisbatan yoki kimnidir qanaqadir bir holati bo'lgan, sizga o'sha juda qattiq ta'sir qilgan. Talabalik paytimizda to'g'ri o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'lgan, lekin shu talabalikgacha bo'lgan, ya'ni oila sharoitida biz endi o'sha paytda sovet tuzumida tug'ilganmiz. Hattoki dalalarda chiqdik, paxta ekini boshlangandan biz o'sha dalada bo'lardik. Bu maktab paytidan boshlangan. Maktab paytidan. Demak, biz o'sha paxtani urug'i yerga ekilgandan biz o'shani yaganasi, chopig'i, keyin chikaka deydi, undan keyin paxta terimi va o'sha qor yoqquncha, qor yomg'ir paytlarida ham biz dalada qolib ketardik. Ya'ni oyoqlardan zax o'tib, yomg'irlar o'tib, soat 10, 11, 12, 1 gacha ham dalada qolib ketirgan paytlar bo'lgan. Va mana shunday holatlarda men xudo xolasa o'qishga kiraman, harakat qilishim kerak. Mana shu qishloqda qolib ketmayman, kazoni etiklar sudrab yurmayman degan
bir maqsad bo'lgan. Yaxshi o'qiyman, chet el safarlarda bo'laman degan fikr bo'lardi. Endi o'sha paytda bilasiz, hind filmlari juda ham moda bo'lgan. To'g'ri, to'g'ri. e, hamma qishloq klublarida haligi lentalarni olib borib, kino lentalarni Esimda bor, o'sha katta paytda. ekranlarda Ha. qo'yilardi. Vaqtini kuzatib, qachon kelar ekan deb, uni ham Kutardik. biletini oldindan olib kutib, navbat turib, Albatta. klublarga aytganingizdek kirilardi Yoki darhaqiqat. dala shiyponlarida katta ekranlar o'rnashtirilib, o'sha yerlarda kino qo'yilardi, tomosha qilardik. Va mana shu tomosha bo'layotgan paytda havas bilan xudo xohlasa men san'atkor bo'laman, katta bir artist bo'laman va chet el safarlarga chiqaman va birinchi chet elga chiqadiganim Hindiston bo'ladi degan gap bo'lgan. Albatta bu istagim amalga oshdi, lekin keyinroq. Ya'ni birinchi chet el safarim Iordaniya arab mamlakati bo'ldi 1984-yili talabalik paytimda. Ya'ni 4-kurs talabasi bo'lgan paytimda chet el safariga chiqqanman. Undan keyin mana oilali bo'ldim. Qarangki, turmush o'rtog'im hindshunos, Olim bo'ldilar deng. filolog bo'ldilar. Ya'ni ham hind, urdu tili mutaxassisligini bitirganlar, roman germanda o'qiganlar va biz taqdir taqozosi bilan shunday uchrashib turmush qurdik. Albatta ular sovushib yuboraman dedilar. Men aytdimki, men sizga hozir hadya olmayman, chunki ota-onam hal qiladi. Ota-onam kimga beraman deb ular oq-fotiha qilib rozi rizolik qilsalar, men shu insonga turmushga chiqaman degan fikrni albatta aytdim. To'g'risini mana ayting, shu bitta narsa gap bo'ldi. ayting menga xos to'g'risini. Shu gaplarni aytganlaringizda yuragingizda nimadir sezgi tuyg'u boshqacha bo'ldimi? Albatta shu narsani aytishga aytdim. Ular tomonidan ha bo'pti, uylanmasam uylanmay qo'yraman degan gap bo'lsa degan Xayol o'tgan bo'ldi. Xayolim o'tgan. Ya'ni men yoshim sal kattaroq bo'ldi, turmushga chiqdim. Ya'ni 27 yoshimda biz ko'rishdik. Shu bir 4-5 oy suhbat qilgan bo'lsak, ko'rishgan bo'lsak, mana shu turmush qurish istagi ulardan bo'lgandan keyin men aytdimki, mayli, shu ota-onangiz tomonidan hali siz so'rang, san'atkorning kelin qilish niyati bormi yo'qmi, hali u ham muammo, hali yo'q, artistdan kelin qilmayman deyishlari ham mumkin. Siz oldin so'rang deganman. Biz hozir tomoshabinlarimizga yuzlanib yana bir eslatib o'tmoqchiman. Ilgarilari ko'p oilalar san'atkor, qo'shiqchi bo'ladimi, raqqosa bo'ladimi, ularga nisbatan aynan qizlarni tanlab olishda ozgina qiyinchiliklar bo'lgan. Chunki men buni ham eslayman. Ya'ni ijodkor insonga ular boshqacharoq qarashar edi va bu gapingizga 100% qo'shilaman. Juda ham to'g'ri ularga gapirgan ekansiz va qarang nima dedilar ular keyin. Bu fikrimni men o'zim shu oilamdan ham aytishim mumkin. Ya'ni men san'atga bo'lgan qiziqishimga otam tomonidan, akam tomonidan qarshilik bo'lganligi ham aynan san'atkorlarga bo'lgan bir qarashlari boshqacha bo'lganligi uchun o'sha men san'atga kirib kelishim, ya'ni san'atga o'qishga kirishim uchun ham to'sqinlik bo'lgan paytlari bor. Buni ko'p marotaba intervyularda aytganman va tog'am Abdullajon Mavlonov, onamiz ukalari ularning iltimosi bilan otamni oldilariga o'tkazdirib suhbatlardan keyin oila davrasida onam, otam, tog'am hammalari Alloh rahmat qilsin, birga davrada o'tirib rozi rizochilikni olib, otam, onam bilan birga oq fotiha berishganda, keyin men shu Toshkent davlat konservatoriyasiga hujjat topshirishga kelganman. Oilangizda kim san'atkor bo'lgan yoki san'atga yaqin insonlar? Onamda juda ham go'zal, chiroyli ovozlari bo'lgan. Ya'ni onadan o'tgan genetik sizga ovoz. Albatta, onamdan qolgan menga shunday bu tabarruk deymizmi, mana shunday ovoz menga nasib qilgan.
Undan keyin mana tog'am o'zlari Andijon teatrida, ya'ni Oxun Boboyev nomidagi Andijon musiqa drama teatrida bir necha yil ijro qilib shu ishlagan ekanlar. Ozgina bir sog'liklari to'g'ri kelmasdan keyin boshqa kasbini olib ketgan. Lekin umrlarining oxirigacha shu san'atkorlar bilan birgalikda har doim aloqada bo'lganlar. Va otamni qarshiligiga qaramasdan shunday gapni aytganlar. Yo'q, Abdullajon, bizni oilamizda, bizni avlodimizda san'atkor bo'lmagan. Mana siz ham san'atni tashlab boshqa kasb egallab ketdingiz deganlarida tog'am aytganlarki, aka, san'atkor ahli hammasi ham yomon emas. Bitta ikkita mana shu san'atga dog' tushirgan insonlar tufayli sizga o'xshagan insonlar boshqacha nazar bilan qarar ekan, men bunga qarshiman. Men o'ylaymanki, sizni opamni farzandi kelajakda sizni yuzingizni yerga qaratmaydi. Xudo xolisa yaxshi bir san'atkor bo'lsa, keyin bu gaplaringizga afsuslanib, yaxshi bir fikrda duo qilib o'tirasiz o'zingiz degan gaplarni aytganlarda, shundan keyin otam, mayli Abdullajon, men sizni avvalambor hurmat qilaman. Men yo'q deya olmayman, mayli. Siz aytganingizdek biz Oq Fotiha beraylik deb o'sha 1978-yili 10-sinfni oddiy maktabni bitiryapman. Oq Fotiha berganlar. Men ko'p aytaman, shu ota-onaning roziligi shu kelajakda sizni olib borayotgan yo'lingizda, ishingizda o'sha turtki bo'lar ekan. Yo'lingiz ochiq bo'lishligini men hayotda ko'rdim. Ko'p kuzatamiz. Mumtoz an'anaviy yo'nalishda siz ijodingizni olib borasizda, lekin hozirgi zamonaviy san'atkorlarimiz, ijodkorlarimiz buni kollaboratsiya ham qilish holati bo'lyapti. Ya'ni operachi ham bemalol keyinchalik faqat opera emas, boshqa yo'nalishda ham estrada xonandaligini olib boryapti. Siz esa bu yo'nalishni o'zgartirganingiz yo'q. Kuzatib boryapmiz sizni. Yo, sizni kelajakda qanaqadir bir o'zgarishlar kutishimiz kerakmi sizdan ham? O'zgarishlar qilganmiz, lekin ko'pchilik bilmaydi. Ya'ni siz ham estrada yo'nalishida qo'shiq kuylagansiz. Ijod qilganmiz. Bundan ancha yil avval, bir 10 yillar bo'lib qoldi. Birpas vaqt o'tib ketdi, qarang. Chunki juda ham chiroyli ovoz sohibisiz. Shuning uchun men o'ylaymanki, faqat Mumtozda aytadilar va butun davlat tadbirlari yoki boshqa tadbirlarda ham aynan siz faqat Mumtoz yo'nalishida ko'rganmizda. Hozir mana 10 yil avval bir harakat qilganman deyapsiz, lekin yana an'anaviy xonandalikka qaytganmisiz shu bilan? Yo'q, mana shunday bir nima bo'lganki, mana shoiramiz, xalq sevgan shoiramiz Farida Afruz 8 ga yaqin she'rlari bilan aytib o'tganingizdek, albatta faqatgina klassik ashulalarni ijro etib yurganimda, mana davlat tadbirlarida, uchrashuvlarda, gastrol safarlarida muxlislarimiz o'zlari savol berardi. Munojot opa, siz ham sho'xroq ashulalar aytasizmi yoki sho'x ashulalar ayta olmaysizmi degan savollar berishganda, keyin shunda Farida opam, Munojotxon, mana shunday chiroyli she'rlarim bor, bir ashula qilib xalqqa taqdim eting deganlar. Alisher Rasulov kompozitor bilan birgalikda Farida Afruz so'zi bilan estrada ashulalarni ijro qilganman. Ya'ni zapis qilganmiz. Bu yerda qaro sochlarim degan ashulamiz bor. Ona haqida. U ham sho'x kuy qo'shiq bo'lganmi? Sal og'irroq bo'lgan, lekin o'sha ya'ni milliy cholg'ularsiz elektron sozlar bilan o'sha gitara deymizmi, estrada yo'nalishida yozilgan. Bir qudrat bergin Alloh, nima so'zi bo'lmaydi. Zulayho Boxanova shu so'z bilan aytgan mendan keyin, lekin ularniki juda ham mashhur bo'lib ketdi, ommalashdi. Men ommaga taqdim etmaganligim uchun hali o'sha fondda turibdi. Oltin fondda turibdi.
bugun bilmadim. Bir kun eshitamizmi? Bir kun eshitasizlar. Bo'ldi. Juda ham chiroyli chiqqan, juda ham salobatli chiqqan ashulalarimiz bor. Keyin o'sha sho'x ashulalari bor buning ichida. Ya'ni raqsbob ashulalari bor. Bir yili men o'sha ashulalarimizni o'zim uchun CD disk qilib chiqargan edim. Tanishlarimga sovg'a qilganman, rejissyorlarga, davlat rahbarlarimizga ham taqdim etganman-da va bir kuni Sharq tonlari xalqaro festivalimizda shu qora sochlarimni ashulasini ijro etasiz deyishdi. Men hayratlandim. Voy, yo'q, men ashula ayta olmayman. Estrada yo'nalishida men ijro etsam, davlatimiz rahbari u payt endi birinchi prezidentimiz bor edilar. Men gap eshitaman. Men maqom ijrochisi bo'lib turib qanday estradada chiqishim mumkin, ulardan gap eshitaman va shunaqa bir fikr bo'lganki, xalqim menga duo qilib yuboradi deganman-da, qanday qabul qilishini men tasavvur qila olmaganman. Shuning uchun aytmayman desam, yo'q, aytar ekansiz. Keyin aytishdiki, davlat rahbarlarimiz o'zlariga ma'qul bo'libdi. Shuni aytib chiqasiz. Hozirgi prezidentimiz hurmatli Shavkat Miromonovich eshitgan ekanlar. Shu ashulani ijro qilsinlar degan ekanlar. U paytlarda bosh vazir bo'lib ishlardilar. Va biz studiyaga kirib, Farida opam telefondalar, men ham telefonda so'zlarini boshqatdan chiroyli qilib, hozirgi zamonaviy qilib, boshqatdan yozib, keyin uni sayqallashtirdi. Chiroyli o'sha musiqada faqat so'zi o'zgargan, chiroyli so'z qilib ijro qilingan. Ya'ni o'sha Sharq taronlarini Samarqandda, Registonda bo'lib o'tadigan ochilish marosimida ijro qilib chiqqanman. Va ko'p marotaba hurmatli prezidentimiz aytdilar, shunga o'xshagan ashulalarni qilib beringlar Munojot xonimga deb iltimos qilganlar. Lekin biz unda hozir eshitmayapmiz. Sizni ko'rmayapmiz ham estradada va eshitmayapmiz bu yo'nalishda. Mana bu yilgi mustaqillik bayramimizda Abduhashim Ismoilov kuyi bilan, Muhammad Yusuf so'zi bilan yangi ashulalarni ijro qilib chiqdim. Ya'ni ilm istang degan ashulalarni ijro qilib chiqdim. Va albatta konsertdan keyin hurmatli prezidentimiz san'atkorlarimiz bilan so'rashib, tabriklab, rahmatlarini aytib ketadilar va meni oldimga kelganlarida shundoq bag'rlarini ochib, Munojotxon, sizni ko'rganda har doim kayfiyatim ko'tariladi deb shundoq kelib ko'rishdilar. Bilasizmi, har doim mana prezidentimiz nima dedi-kun va nima deyapti-kun deb hamma qiziqishadi. Har doim aytadigan gaplari, siz xalq uchun keraksiz, o'zingizni ehtiyot qiling. Nima yordam kerak bo'lsa, biz har doim tayyormiz deb degan gaplarni aytadilar. Men gohida hazillashib aytaman-da, sizni kim xafa qilgan bo'lsa, menga ayting, men o'zim gaplashaman dedilar desa, voh deb kulishadi. Men albatta hazillashib aytaman, unaqa demaydilar, lekin nima yordam kerak bo'lsa, biz har doim tayyormiz. Biz sizni oldingizda ko'p nima yordam bo'lsa bir qarzdormiz degandek shuni aytadilarda. Shuning uchun men hayajonlanaman. To'lqinlanib ketaman. Endi davlat rahbari bunday gaplarni aytib turib, sizga ishonch bildirganlaridan keyin oddiygina bir ayol, masalan, xonanda uchun biz sizni oldingizda qarzdormiz deganlar, bu bir katta bir baxt. Ya'ni bu aytgan gaplar men uchun emas faqatgina. Mana shu san'at musiqamizni qo'llab-quvvatlashliklari, musiqamizni, maqom san'atimizni sevishlari va bu omma, ya'ni xalqimizni mulki, davlatimizni mana shu musiqa merosimiz bo'lganligini qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni mana shu butun dunyo ahliga namoyon etishimiz uchun bizga qo'llarda kelgancha har tomonlama davlat tomonidan kerak bo'lsa o'zlari ham yordam beryaptilar-da. Ko'pchiligiga yana bir bor eslatmoqchiman. Birinchi
maqom festivali o'tkazilganda men hayratda qolganman. 74 ta davlat vakillari kelib o'z yo'nalishida maqomlarini ijro etganda shuncha turli xil maqom turi bor ekan deganman. Undan tashqari juda ham ko'p davlatlar, 30 dan ortiq davlatlarda ommaviy axborot vositalari vakillari qiziqish uyg'onib kelgan ulardan. Ya'ni shuncha maqom yo'nalishidagi ijro etuvchilar bitta maydonga jam bo'ldi deb. Va eng meni lol qoldirgan narsa bu sahna bo'lgan. Chunki sahna juda ham o'zgacha ko'rinishda qilingan. Ya'ni o'sha o'zimizni milliy ko'rinishda qilib va bu nafaqat bizni xalqaro maydonda alohida e'tirof etildi. Albatta. Yana bir narsani aytib o'tishimiz kerakki, juda ham ko'p san'at vakillari hozir mana juda ham turli xil festivallar, turli xil anjumanlar, xalqaro konferensiyalar aynan madaniyat, san'at yo'nalishida ham juda ham ko'paygan. O'zingiz ham bilib turibsiz, madaniyat kunlarini o'tkazasizlar turli xil davlatlarda. Davlat rahbari borishidan oldin madaniyatchilarimiz u yerga tashrif buyurishadi. Ya'ni o'zimizni mana shu milliy diplomatik yo'nalishimizni alohida qadriyatlarimizga mos qilib buni shakllantirganmiz va ko'p davlatlarda bo'ldingiz. Sanog'i bormi shu davlatlarni? Endi sanog'i ko'p. Yo'q, sanaganmiz. Misol uchun sizda armon bo'lgan bir paytlar, men shu armoningizni bugun siz ro'yobga chiqardingiz va nechta davlatga bordingiz? Bilasizmi, ko'p davlat bo'lishi mumkin, lekin o'sha davlatlar ichida eng kamida 2 marotaba borganimda, masalan deylik 20 dan ziyod davlatlarga borganman desam, o'sha har bir borgan davlatimga kamida yo'q deganda 2 marotaba borganman. Demak, shu bilmadim, ko'p bo'lgan bo'lsa kerak, men sanog'idan chiqib, hattoki Fransiyani o'ziga 20 dan ko'proq borganman. Fransiyani o'ziga 20 marotabada ko'proq borganman. borganman. Unda fransiyalik bo'lib ketibsiz-da, jonim. O'shaning uchun bilasizmi, borganda men Fransiyada, O'zbekistonda qanday yurgan bo'lsam, Fransiyada xuddi shunday yurardim. Chunki bemalol metroga tushamiz, bemalol shaharni Parijda aylanib, qayersi tochkasidan, qaysi nuqtasidan chiqish mumkin, hammasini ignasigacha bilib, endi hozir ancha esimdan chiqib qoldi, chunki kam boryapmiz. Bu yerda boshqa ishlarimiz ko'payib ketdi. Demoqchiman, har bir mana shu borgan davlatimizda o'zgacha bir nima qabul qilish, ya'ni Fransiyani bilasiz, madaniyat o'chog'i deyiladi, Albatta. Parijni. Shuning uchun mana shu butun dunyo sahnalariga chiqishimda Fransiyani, Parij shahrini o'rni juda ham katta. Va ana shu chiqishimdan keyin menga mana shu butun dunyo sahnalariga yo'l ochilgan. Janub, shimol, g'arb, sharq deb aytamiz-ku. Mana shu 4 tomondan bormagan joyim kamroq. Masalan deylik, quyosh chiqish tomonidan Yaponiyadan borganman, 3 marotaba bo'ldim. Yoki quyosh botishi Amerika qit'asidan kamida bir 5-6 marta bo'lganman. Yoki deylik, mana Norvegiya, Finlandiya, Angliya, bu janubda oladigan bo'lsak, Braziliyagacha borib kelganman, bordim. Bizni maqomimizni qanday qabul qilishgan? Juda ham zo'r. Endi ko'pchilik biladi, Braziliyada ko'proq karnaval holatidagi yoki sho'x qo'shiqlar ijro etiladi va xalqi ham o'shanga moslashgan sho'xroq va maqomni eshitganda ular qanday kayfiyatda bo'lishdi? Endi u yerda bilasizmi, nafaqat maqomdan tashqari bastakorlik, ijro namunalarini, xalq ashulalarini ijro qilganman. Shuning uchun bu yerda faqatgina og'ir maqom ijro bo'lmagan. O'sha maqomlarimizda ham sho'xchan ashulalarimiz bor, soqinama deymiz, uforilarimiz bor. O'sha taronalari qaysi bir nimada maqomlarimizdan mana shu sho'x xalqchil ashulalarni ijro qilganligimiz uchun ularga, hattoki mana bilasizmi, mana Belgiyada ayol ovozi degan festivalda qatnashganman-da. Va mana shu yerda shu festival doirasida festivalga kirib tomosha qiladigan tinglovchilardan ochiq dars o'tilgan. Shunaqani tashkillashtirganda tashkilotchilar. Va bizda 3 ta ayol
ijrochi bo'lganmiz. Men va bitta arab ayoli va uchinchisi yana bir boshqa Davlat vakili. vakilasi bo'lgan. Shu yerda eng ko'p shu ochiq darsga kelganlar mani o'sha darsimda bo'lgan va tashkilotchilarimiz voy Munojot xonim bilasizmi shunaqa sizda ko'p tinglovchilar keldi deb aytishdi. Men qancha bir 100 tacha bo'larmikin desam, qancha desam 12 ta desa, voy shu ham ko'p ekanmi deganman-da insab qotib. Qolganlarda qanaqa ekan desam 3 tadan 5 tadan deyishgan. Ha, demak bu ko'pligi, bu demak o'sha ular uchun ko'p bo'lgan, ha. uchun kuchliroq bo'lganligi uchun ko'pchilik bo'lgan. Demoqchimanki, mana shu hattoki Braziliyada, Yaponiyada ham mana shu bizni ijro yo'nalishimiz ularga juda ham ma'qul bo'lgan. Shuning uchun aynan ochiq dars aytib o'tmoqchiman. Ayniqsa ochiq darsda biz xalq ashulalarida tanavorni, omonyorni o'rgatamiz deb shuni so'zlarni yozib berib boshladik va tinglovchilarimiz bizga nisbatan yo'q, bizga maqomlarni o'rgating deyishdi. Biz hayron bo'lib, voy, maqomlar bular qanaqa qilib aytadi? Bilasiz, Yevropa mamlakatlarida q, gʼ harflarini talaffuzi yo'q-da. Ayrim davlatlarda bo'lsa, boshqa davlatlarda yo'q, albatta. Va ularga qanday o'rgatamiz dedik, yo'q, biz aynan maqomda o'rganamiz deyishdi. Ha, xo'p deb tarjimon bilan Toshkent Farg'ona maqom yo'llaridan bayot 4-ni o'rgatganmiz. Qoyil. Bu xorij davlatida siz tinglovchilarga Belgiyada. Ko'pchilik bilmaydi, siz aynan ayol, xonanda deb ayta olmayman. Siz bizning o'zbek katta bir yo'nalishida ham ustoz sifatida tanilgansiz, dars berasiz, ilm targ'ibotini olib borasiz. Shu bilan birgalikda Oliy Majlis Senati a'zosisiz, to'g'rimi? To'g'ri. Oliy Majlis Senati a'zosi sifatida hamma tadbirlariga, ya'ni o'sha yerdagi qonunchilikni ko'rib chiqish tartibi, normativ hujjat, ya'ni me'yoriy hujjatlarni ishlab chiqilishida qatnashasizmi, yo'qmi? Albatta, har bir yig'ilishda qatnashaman. Mana yaqinda Oliy Majlis Senatini 9-yalpi majlisi bo'lib o'tdi. Va mana o'zimizni qo'mitamizni yig'ilishlari ham albatta qatnashaman. Chunki bilasiz, har bir qo'mitada o'sha u yerda o'tirib, ya'ni o'sha raisi bo'ladi, ular yordamchilari va qo'shimcha mana bizga o'xshagan sizlar o'zingizlar fikringlarni bildirishinglar kerak, e'tirozinglar bo'lsa e'tirozni. Ko'pchilik o'sha yerda o'tirib, qo'mita raislari, yordamchilari viloyatlarga o'sha uchrashuvlarga, xalq bilan uchrashuvlarga chiqib ketishadi. Shunday paytda opa ishtirokchilarimiz, ya'ni senatlarimiz ko'pchilik safarda, komandirovkada siz albatta bo'lishingiz kerak deydi. Albatta yetib boraman. Shu yerda qonunlarimizni targ'ib qilishda, ya'ni qonunchilikda o'sha xalqimiz uchun yengillik tomonlarini o'ylab, ana shu ovoz beramiz yoki bu to'g'ri kelmaydi, o'z fikrimizni aytamiz. Va shu yerda men ham xalq tomonidan qatnashayotganligim men uchun katta bir baxt. Albatta, senat a'zoligiga yurtboshimiz o'zlari meni nomim tavsiya qilganliklari ham mana shu san'atimizga bo'lgan hurmatlari va shu xalqimizni bir onasi sifatida, ya'ni haqiqiy ona ramzi sifatida qarab, meni mana shunday yuksak bir ya'ni lavozimda bo'lishligimni o'zlari taklif qilganliklari ham bu katta men uchun sharaf va baxt. Ona ramzi dedingiz. Necha farzandingiz bor? Boya savol berdim, bu savol chetda qoldi. 2 ta farzandim bor, 2 ta o'g'il va 2 ta kelinim va 6 ta nabiram bor.
Ya'ni bugungi kunda sizni 4 ta farzandingiz bor, ya'ni 2 ta qizingiz va 2 ta o'g'lingiz. Albatta. Shunday desak ham bo'ladi, chunki qizlar shu uyga kirib kelgandan keyin ular sizga qiz bo'lishadi. Albatta. Boya ozgina gaplashganimizda ularni e'tirof qilganingiz menga juda ham xursandchilik baxsh etyapti. Chunki hamma qaynanadan ham eshitmaysiz, kelinim undoq, kelinim bundoq deb haqiqatdan ham ko'nglingizni olishar ekan. Haqiqatdan ham sizni har tomonlama ular oyijonim deyishar ekan. Mana bugun 6 farzandning buvijonisiz. Bugungi ko'rinishingizdan hech kim sizni buvijon demaydi ham. Lekin bilasizmi, men bir voqeani eslayman. U paytda madaniyat vazirligida ishlaganmiz va ilk madaniyat kunlari Qirg'iziston Respublikasiga tashrif buyurganimizda Bishkek shahridan tashqari biz O'sh shahrida ham konsert dasturimiz bilan to'xtalganmiz va shu yerda Munojot opam hech esimdan chiqmaydi. Bizga alohida ular mehmon sifatida kechki payt dasturxon yozishganda Munojot opam hech kelavermaganlar. Keyin menga shunday aytishdi, qayerda Munojot opani toping deb, chunki o'sha paytda hali aloqa telefonlarimizni mana hozir chet el davlatiga chiqsangiz siz sim karta sotib ola olasiz. U paytda unaqa imkoniyat bo'lmagan. Shuning uchun oxirigacha Munojot opamni mehmonxonada kutganman va ishonasizmi, nima bilan kirib kelganlar? Qo'llarida 2 ta xalta edi, bitta xaltalarida o'sha o'zlariga moslashtirilgan oyoq kiyim olgan ekanlar va ikkinchi xaltalarida aynan nabiralari u paytda 2 tagina, endi 2-chi nabiram tug'ilgandi degandingiz, pampers ko'tarib kelganlar. O'shdan pampers ko'targan va biz boya buni esladik. Darhaqiqat o'sha paytlar O'zbekistonda hali pamperslar ko'p emas edi va o'ziga yarasha juda boshida kirib kelganda qimmat edi ular va buvijonni o'sha O'shga borib kelinlari bilan ulanganlarida ular aytgan ekanlar, bizga pampers olib keling deb, o'sha yerda kelinlarni, ya'ni qizlarni aytganlarini qilib nabiralariga pampers olganlar. O'sha esimdan chiqmaydi hech ham. Albatta bu kulgili, lekin bilasizmi, bizni davrimizda pamperslar bo'lmagan. Bo'lsa ham keyingi yillarda kirib keldi, kechroq kirib keldi. 96-yillardanmikan, shu 95-yillardanmi, balki undan oldinroq bo'lgandir, biz ishlatmaganmizda. Biz plyonkalar ishlatganmiz. Bolalarimizga bu xalta tugun plyonkalar bo'lardi. Lekin qanday qilib shu bolalarimizni plyonka bilan ko'chalarga bemalol olib chiqib ketganmizda, masalan, tagi namlanib qoladi yoki boshqa qo'rqmasdan ko'tarib olib yurardik, soatlab ko'chaga chiqib ketardik masalanda. Mehmonlarga borardik, yotib ham qolardik. Lekin hozirgi paytda pampersiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Hattoki biz o'zimiz ham shunga ko'nikib qoldik. To'g'ri aytasiz. Chunki osonroq va yengilroq narsa tez odamga o'sha har tomonlama ko'nikma hosil qilar ekan. Shuning uchun ham ko'pchilik ayollarimiz, men ham ona sifatida pampers ishlatganman va ishlataman, shuni aytib o'tishim kerak. Darhaqiqat oldingi onalarimiz, men aytaman, ham ovqat qilishga, ham uy yumushiga, ham kir, spirsidir, ovqat qilishga, mehmon kutishga, hamma narsaga ulgurishgan. Vaqt topishgan va sabrli bo'lishgan. Sabrli bo'lishgan. Juda ham. Bilasizmi, mana biz 8 ta farzand bo'lganmiz. 8 ta farzandni endi onam rahmatli ovqatni olib kelib shunday o'tirib, hali ovqatni olib ulgurib yeyish masalalardan oldin bitta singlim tashqariga chiqaman, o'qilaman yoki ovqatni to'kkan shunaqa bo'lardi-da. Onam tuzli quruq ovqat yemasdilar. Demoqchiman, hozirgi yoshlarimiz bir jannatda yashaydilar deb bemalol ayta olamizda. Hamma sharoitlar bor. To'g'ri aytasiz. Ayollar uchun, qizlarimiz uchun sharoitlar shunaqangi, qaynonalar sharoitni qilib qo'yapti. Hattoki idish yuvadigan mashinalargacha olib qo'yganmizda, bor. Ha, to'g'ri aytasiz. Lekin bizni vaqtimiz yetmaydi ko'p narsaga yana. Biz bilasizmi, hattoki men o'sha kelinlarim olgungacha ham kirlarni qo'lda yuvardim. Kir mashina olmaganman. Men bu narsa uyalmayman. O'sha paytda kir mashinalar bor edi. Masalan,
kirgizskiy mashinadirda to'g'ri to'g'ri Qirg'izistondan o'shanaqa aylanardi u mashina Aylanadigan, ha. ichida ko'rardingiz qanaqa aylanayotganligini yarim nimalik masalan Pol-avtomat bo'lardi, avtomat yarim avtomat siqishini o'zimiz siqardik masalan To'g'ri, quritmasida keyinchalik o'sha narsani olganmiz kelin olgunimcha man o'zim qo'lda yuvardim hattoki singillarim qayinsingillam yordam berishardi ya'ni kelinlaringizga siz sharoit yaratgansiz Sharoit va yaratganman. zamonaviy yashash turmush tarziga o'tgansiz hattoki kelinim katta kelinim kelganlarida shundoq endi gapirish balki noqulay bo'lar hojatxonaga kirganda tahorat oladigan imkoniyatlargacha qilib qo'yganim uchun ular voy shunaqalargacha bor ekan degan ekanlarda kelinim shu narsani eslab aytadilar man hayron bo'lganman domda shunaqa bor ekan endi u paytlarda endi ularni ham sharoitlari bo'lgan ota onalar tomonidan imkoniyatlari bor lekin qilinmagan ekan shu darajada hayratlanganman shunda havasim kelib shunaqa faxrlanganman va shunday joyga kelin bo'ldim deb faxrlanganlar ota onangiz katta sahnaga chiqquningizga qadar ular hayot bo'lishganmi albatta hayot bo'lishgan va eng quvonchli ularni daqiqasi qachon bo'lgan siz baribir o'sha Andijon viloyatiga borgansiz shu narsa umuman turli jarayonlaringizni aytib bergansiz ular qanday shuni aholi bilan ahli bilan bo'lishganda siz shu narsani ko'rganmisiz 1980-yili Hazrat Navoiyning tug'ilgan kunlari 9 fevralda Nazm va Navo ko'rsatuvi bo'lgan. Mana shu ko'rsatuvga ustozimiz Shavkat Mirzayev qo'l ostida tahsil olayotgan talabalardan Nazm va Navo ko'rsatuvini tayyorlab bering deb televideniyadan zakaz tushgan, ya'ni shuni iltimos tushgan. Ular mana shu katta bir konsert dasturini olib chiqqanlar. O'sha kunning o'zida hammamiz tanilganmiz. Va bilasizmi? Ko'zlarimga ishonmadim, yig'lab tomosha qildim deb aytib berganlar otam, onamlar. Va birinchi chiqqanimizda ismimiz, familiyamiz aytilmagan. Ashula ijro etilishdan oldin g'azal o'qilgan, undan keyin ashula ijro qilingan. Shunaqa qilib ijro konsert dasturi bo'lgan. Va hamma hayron, kim ekan bu qiz yoki bu yigit kim ekanda hamma qiziqish. Va shunda biz bilan birga chiqqan Qo'qonlik farg'onalik opamiz Komillaxon Bo'riyeva u paytlarda bizda kattaroq kursda o'qirdilar. Uylariga borsalar, voy sizlar bilan birga bitta qirg'iz qiz chiqdi. Shunaqangi chiroyli, o'zbekchada chiroyli ashula aytdi deb meni aytishibdi. Meni qirg'iz deb o'ylashibdi-da. Chunki ali bodam qovoq deymiz-ku, shunaqa bodam qovoqli qiz edim-da endi. Qirg'iz qiz deb ta'rif berishgan ekan. Va yo'q, u o'zbek qiz, andijonlik qiz deb kulgan ekanlar. Shunaqa holatlar ham bo'lgan. Demak, o'sha bir kun ichida biz tanilganmiz. Ko'zlarida yosh bilan onam, otam duo qilishib, keyin mana yaxshiyam yo'l bergan ekansiz deb onam, otamlarga aytgan ekanlar. Mana sizni qalbingizda, ko'nglingizda armon bo'lib qolgan hozir narsangiz bormi? Yo'q, hech narsa qolmadimi? Hamma narsa mana ro'yobini ko'rdingizmi? Endi bilasizmi, inson shunaqaki, umrini oxirigacha orzu qiladi, bir yangilikka intilib yashaydi yoki biror bir nimaga intilib yashaydi. Bizda ham o'zgarishi qiladigan ishlarimiz ko'p. Endi men hammasini aytib o'tmayman, chunki bir aytib qo'ysam bo'lmaydi. Hamma narsaning o'z o'rni bor. Vaqti bor. Vaqti bor. Shuning uchun men ham qiladigan ishlarim hali ko'p. Shu narsalarga ulgurib qolay deb harakat qilaman. Meni birdan bir orzuyim arab tilini bemalol o'qib, mukammal o'qib, o'zim o'shali qiroat bilan o'qish niyatim. Xudo xohlasa. Bu birinchisi. O'sha yoshligimizdan bu narsa bo'lgan, otamiz oldinlariga o'tkazib olib shu oyatlarni yod oldirganlar, lekin o'sha narsa qulog'iga kirib qolar ekan.
keyin shuncha harakat qilsak yoki vaqt topilmaydi, endi biz vaqtimiz yo'q desak gunoh bo'lar Allohning oldida. Biz to'g'ri aytasiz. har qanday holatda vaqt topishimiz kerak. Ya'ni sabablar izlash kerak emas. Sabab izlashimiz kerak emas ekan, to'g'ri aytasiz. Biz harakat qilishga intilishimiz kerak. Va bilasizmi, hozir nabiralarim bilan shu arab tilini ularga ham shug'ullanishiga, kitob do'konlariga kirib qolsam, albatta har xil nashrlardan arab tilida kitoblar ovozlari chiqarib eshitib o'qiydigan, hattoki kitobchalar olib boraman. Nabiralaringiz nafaqat arab tili, boshqa tillarni ham ular ko'p Albatta bilishadi. ingliz tili va ingliz tilini ham va hozirda o'zim ham shu narsani Ular bilan birga qo'yganman. o'rganyapsiz. O'g'lim aytadi, ayajon siz uchun nima uchun kerak ingliz tili? Qanchalik sizga kerak bo'lsa biz tarjima qilib beramiz. Men aytdim, bolam, bu o'z yo'liga. Men ham kim bilandir gaplashmoqchi bo'laman, muloqot qilmoqchi bo'ladim. Men o'sha paytda bemalol o'sha chet ellik muxlislarimiz bilan o'zim gaplashsam yaxshi-ku deyman. Masalan, o'zimni sohamni tushuntirib bera olishim kerak. Qarang, aziz va qadrli ayollarimiz, inson ilm olishdan to'xtamayapti va shu bilan birgalikda men davom ettiraman deyaptilar. Bu sizlarga ham yana bir motivatsiya bo'lsin. Kimdir uyda o'tirib, kimdir o'z bilimim yetadi hozirgi kunda deyishi bu xato. Shuning uchun ham hech qachon o'zingizni ustingizdan ishlashda, ya'ni o'zingizni, ilmingizni, o'zingizni har tomonlama boyitishda to'xtamang. To'g'rimi? Juda ham to'g'ri. Chunki bilasizmi, til shunaqa narsaki, agar shug'ullanmasangiz yo esingizdan chiqib ketadi. To'g'ri. Mana men o'qigan paytimizda hozir ham bor, fors tili darsi o'tiladi-da. Ko'pchilik bu fors tili nima kerak? Biz uchun kerak emas deb, ayniqsa men o'zimni kenja singlim ham hattoki shunaqa deb aytgan. Opacha, men o'qimayman, qiynalib ketdim. O'qituvchi bilan gaplashing, menga kerak emas dedi. Lekin vaqt qarang, shunaqa holatda o'zini kerakligini bildirdiki, biz chet el safarida Fransiyada yurgan paytimizda Ironiy, endi meni prodyuserim Iron ayoli edi. Demak, o'sha til nima uchun kerak? Demak, O'zbekistondan bir qadam chiqdingizmi, hamma til kerak. Rus tili ham kerak, ingliz tili ham kerak, italyan tili ham kerak va boshqa tillar ham kerak. Chunki mana men o'zim o'sha chet el safarda yurgan paytimda intervyu berishimizga tarjimon bo'lmay qoldi. Bir gal kerak bo'lsa ingliz tilida ham intervyu berdim. Kerak bo'lsa fors tilida ham intervyu berdim. O'zingiz qoyil. Lekin men o'sha bemalol tilda gapirib bera oldim deb ayta olmayman. Lekin ular uchun yetarli bo'ldi shu bizning javobimiz. Ya'ni men o'sha ingliz tilida ba'zi bir, masalan, o'zimizni sohamizda tushuntirish berish uchun, masalan, maqomlar haqida gapirib yoki o'zimni qiziqishim yoki o'zimni oilam haqida gapirgan bo'lsam, so'zlari, ba'zi bir so'zlar esimdan chiqqan paytda yonimda doirashim, u ham ingliz tilini biladigan bola bor edi. Shunday to'xtadim, men bu so'zni ayta olmayapman. So'zni ulashda mana shuni nima edi Nodirjon desam, yordam berardilar. Shuna qilib intervyu bergan paytlarimiz bo'lgan. Demoqchiman va o'sha singlim menga fors tili nima keragi bor degan singlim ham o'zi to'qnash keldi. Men bilan chet el safarda yurgan paytida biz fors tilida bemalol gapirganimizda, "Voy apacha, bekorga aytmagan ekansiz. O'qib qo'ysam bo'lar ekan" deb afsuslangan. Sizga o'xshab bemalol gapira olardim degan paytlari bo'lgan. Ko'rsatuvimiz ayollarga ko'proq ixtisoslashgan bo'lgani uchun bizni ayollarimizga nima, mana ko'nglingizda nima demoqchisiz, shuni ayting. Ayollarimizga ko'p narsani aytsa ham bo'laveradi. Ayollar, chunki bilasizmi, ayollarda 40 ta emas 41 ta joni bor deymizda. Masalan, bemalol o'sha oilani tebrata oladi, oilalarni, farzandlarini bekami-ko'z ilmli bo'lishi uchun harakat qiladi, sharoit qiladi, uydagi ishlarni ham qiladi va ko'chani ishini ham, davlat ishini ham eplab qo'lidan keladi. Hojiboy Tozirboyev aytganlaridek, ayollarda
40 ta joni bor, lekin 41-siga ham joy topadi. Masalan, qo'lida o'sha hayvoniga masalan o'tni ko'tarib olib ketayotgan bo'lsa, boshida bitta qo'li tepada bo'lsa, tog'orani ko'tarib ketsa, qo'lida yana tugunni. boshqa tugum bo'lsa, yana bashmal dog'iga ham yuk oladi degan gaplari borda. Demak, Ha. ayollarimiz shu darajada mehnatkash. mehnatkash, kuchli. Mana shu ayollarimiz dard ko'rmasin deyman. Eng avvalo o'zlarini sog'ligini ehtiyot qilishlarini istayman. Va hozir yuqorida aytib o'tganimizdek, ilmli, bilimli, mayli institutda o'qimagan bo'lsin, lekin o'qigan bu ayollarimiz Ko'p bo'lsin. ko'p bo'lsin. To'g'ri aytasiz. Chunki bilasizmi, o'qigan bilan ba'zida o'qimagan To'ppa-to'g'ri. hayotda ko'p uchraydida. Bu fikringizga mutlaqo hali oxirigacha aytmasligingizdan ham to'qnash kelaman. O'qigan boshqa. Masalan, men ko'p hayot uchratdim shunday insonlarda, institutda o'qimagan shunday ayollarimiz bor. to'g'ri aytasiz. O'qiganlardan bilimli, haligi Dunyoqarashi keng. keng. To'g'ri aytasiz. O'sha adabiyotdan qaysi bir yozuvchini asarini yoki she'rini desangiz, bizdan yaxshi aytib beradigan To'g'ri aytasiz. tanishlarim borda. To'ppa-to'g'ri. Qo'shnilarim oddiy bir uy bekasi masalan. Shuning uchun men aytamanki, ayol kishi ko'p o'qish kerak ekan. Va O'zi o'qish uchun kerak ham ekan. va o'qish kerak ekan. Farzandi uchun ham. Albatta. Kerak bo'lsa o'sha farzandiga bilim berishda. Mana hozir bilasiz, texnika rivojlangan paytida kundan kunga Yangiliklar ko'payib ixtirolar ketyapti. chiqyapti, Ixtirolar chiqyapti. To'g'ri aytasiz. Bilim saviyasi, o'sha matematikani ham biz o'qiganda oldin cho'tda sanab o'tirardik. Hozir cho'tda sanash yo'q. Qo'l bilan ham bunaqa mental bo'lib ketdi. mental bo'lib ketyapti. Biz otamiz shunaqa o'rgatardilar. Mani singillarim mendan ko'ra o'sha mentalli arifmetikani o'sha paytda bilar ekan. O'sha paytda bor edi, sizni men bilaman. otangiz o'rgatganlar. Albatta. Otam hozirgacha singillarimni bunday qilib sanab o'qib beradi. Keyin mana shu mentalli arifmetika dunyo miqyosida shu tanlovlar bo'lyapti-ku haligi Ha, ha. musobaqalar bo'layotganini ko'rgan, voy. Biz otamiz shunaqa o'rgatgan-ku. Men endi ko'proq otam men bilan cho'tdan haligi o'nliklarni, yuzliklarni tashlab o'rgatardilar-da. Lekin shu qo'l bilan o'rgatgan, men u darajada e'tibor bermagan ekanman. Ha, 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 ha. Singillarim, ukalarim shu narsani yaxshi bilishadi. Bolalariga ham hozir shunaqa o'rgatadi. Demoqchiman, o'sha qadimda bor. Mana bizni bobo kalonlarimiz Al-Xorazmiy matematika butun Dunyo tanidi buni. tanidi. Tan Dunyo oldi. hozirgi ularni qoldirgan meroslaridan foydalanishyapti. To'ppa-to'g'ri. Shuning uchun tibbiyotda ham xuddi Ibn shunaqa. Sinoni. To'ppa-to'g'ri. Demak, bizni mana shu avlod ajdodlarimizni bizga qoldirgan meroslari juda ham mukammal. Poydevorimiz baquvvat. Mana shu poydevoridan biz foydalanishimiz kerak. Shu ma'noda bizning maqomlarimizni ham aytaman har doim. Bizning poydevorimiz mana shu musiqa san'atimizning poydevori shashmaqom. Mana shu maqomdan hamma yo'nalishda ijod qilyapti. Bastakorlarimiz ham, kompozitorlarimiz ham, ijrochilarimiz ham. Shuning uchun biz faxrlanishimiz kerak. Mana shu yurtning farzandligi ekanligimizdan faxrlanishimiz kerak. Albatta, juda hozir ko'p imkoniyatlar berilyapti. O'zini tanitish bo'yicha ilmlarni biz nafaqat O'zbekistonda, balkim chetda ham olish imkoniyati berilyapti. Bu imkoniyatlardan siz doimo foydalanib kelyapsiz ekan. Buni ham o'zimizni suhbatdan bildim, qoyil qoldim, chunki hammanglar aytishingiz mumkin. Bo'ldi, Munojot opam o'zlarini yo'nalishida, o'zlarini faoliyatlarida bir yetuk holatga keldilar. O'zbekiston qahramoniga aylandilar, to'xtadilar. Yo'q. Ilm olishda to'xtamayaptilar, bilim olishda to'xtamayaptilar va o'zlarini ulardan ishlashdan to'xtamayaptilar. Biz sizga zafarlar tilab qolamiz. Eng keraklisi ayollik nafosati sizni hech qachon tark etmasin. Ovozingiz doim sizni shunaqa shirali bo'lsin. Hammamizni yillar davomida quvontirib yashang. Eng keraklisi oilangiz har doim tinchlik, xotirjamlikda, uyingizga kelganingizda chiroyli davraga kelish
nasib aylasin. Aytganingiz bo'lsin, rahmat. Hamma ayollarimizga mana shunday oila baxtini tilayman. Bekalik baxtini tilayman, onalik baxtini tilayman va e'zozda yurishlarini tilab qolaman har doim. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi bizning ko'rsatuvimizning hamkorlarimiz deb aytishim mumkin. Bu Magnolia do'koni. Aynan shu yerda biz hozir efirimizni ham olishga harakat qildik. Undan tashqari bugungi ko'rinishlari, ya'ni meykaplari, soch turmaklari bizda stilist Gavhar Mamadaliyeva tomonidan taqdim etildi. Ularga ham alohida rahmat deymiz va ko'rinishlari bugungi liboslari Aristokratka butik do'konidan taqdim etildi. Shu bilan birgalikda bugun siz sovg'alardan xoli emassiz, yana sovg'alarimiz bor. Albatta, ayollar uchun nima har doim chiroyli bo'lib ko'rinadi? Mana bu yerga qarashingiz mumkin. Mana biz bugun Magnolia do'koni sizga alohida ayol uchun eng bebaho gul taqdim etyapti va ushbu gulni siz yillar davomida uyda zavqlanib ko'rib turishingiz mumkin, chunki bu 3 kun, 4 kun davomida turadigan gullar emas. Mana sizga aynan efirimizni eslatib turadi. Albatta. Undan tashqari biz hozir yana bir homiymiz. Bugunni o'zida aynan siz bilan ko'rsatuv qilganimizda so'rashdi. Biz shu ayolimizga alohida yana sovg'amiz bor deb va buni efirga qo'shib yuboramiz. Bizning hozir Mohibonu marketologimiz ham siz bilan birgalikda borib, shu jarayonni efirga olishadi xodimlarimiz bilan birgalikda va buni ham biz efirga qo'shamiz. Meni erkalatib yuboryapsizlar. Endi siz O'zbekiston qahramoni bo'lganingiz uchun biz erkalatishga majburmiz. Sizga davlat rahbari shunchalik ishonch bildirib, men sizni ortingizdaman deganda, biz ham sizni ortingizda har qanday ishga, chiroyli ishlarga undashga harakat qilamiz. Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Avvalambor yurtimizga ko'z tegmasin, yurtboshimiz omon bo'lsinlar. To'g'ri aytdingiz. Mana shunday yurtda, mana shunday e'tirofda, e'tiborda bo'lgan joyda kim ishlamaydi? Albatta. Albatta ishlaymiz-da. Biz mana shu har doim yurtboshimizni oldinlaridamiz. Kamarbasta bo'lib, ularni olib borayotgan siyosatlarini biz har doim qo'llab-quvvatlab, ularga kamarbasta bo'lib yonlarida turib bera olamiz. Bunday insonlarimiz juda ham ko'p. Butun xalq mana shu bugungi olib borayotgan siyosatni, bugungi olib borayotgan bu nima deymiz? Yangilanishlarni ko'rib zavqlanyapti. Yangi O'zbekistonni yangi loyihalar bilan qurib davom ettiradi. Biz an'ana tusiga kiritmoqchimiz, ya'ni an'anaga kiritmoqchi bo'lgan yo'nalishlarimizdan bittasi navbatdagi mehmonimiz. Keyingi keladigan mehmonga siz o'z savolingizni qoldiring biz va bu sizni savolingiz deb avtorligingizni ham qoldiramiz. Men keyingi keladigan mehmonimizga savolim shunday bo'ladi, ya'ni hayot qiyinchiliklarida qoqilganda, qiynalganda siz o'zingiz uchun nimani kashf qilgansiz va o'zingizni qanday kashf qilgansiz? Bilasizmi, men sizni boya endi bu holatga keltirmaslik uchun qildim. Bitta savolim. Boshqa savol yo'q. Hayot qiyinchiligida sizda mana shu qalbingiz azoblangan paytni bir eslab bera olasizmi? Shu joyda juda qiynalgansiz va sizning atrofingizda hech kim bo'lmay qolgan. Siz nima qilgansiz shu paytda? Inson o'zi bilan o'zi gaplashadi. Lekin o'sha qiynalgan paytingizda shu holatga teskari ish qilish kerak emasligini men tushunib yetganman. Ya'ni men jahl ustida ish tutmaslik. Jahl ustida ish tutmaslik uchun. Ya'ni to'g'ri bo'lgan, masalan, u odam bilan gaplashmayman yoki bu odamga man o'ch olaman degan narsalar yoshlikda bo'lgan. Lekin hayot o'zi sizni tarbiyalab borar ekan. Atrofingizdagi insonlarga qarab, birini ko'rib shukr qilar ekansiz, ikkinchisini qarab fikr qilar ekansiz. Shu azobli nuqtangizda yoningizda kim turib bergan? Faqat Alloh. Allohga suyanganman. Gohida
bir charchadim, jonimga tegdi deb noligansiz. noligan paytimda bildimki, ana shu narsa aytilgan gap sizni hayotingizni orqaga olib ketirishini man sezdim va o'z vaqtida shu narsani qaytib olishga harakat qildim. Yo'q, men buni deyishim kerak emas, Xudoga shukur qilishim kerak ekan. Bu narsani agar qayta aytsangiz, o'sha narsa hayotingizni izi ham chiqib ketar ekan, hayot yo'lingiz ham izdan chiqib ketar ekanda. Va shu narsani men boshqa bir insonlarda ham ko'rdim va o'zimga fikr qildimki, yo'q, men charchab yiqilgan paytimda ham Xudoga shukur keltira olib o'zimda kuch topa olganim, bu meni bugungi kunimni Belgilab nashidasi belgilab berdi deb o'ylayman. Sizga omad tilaymiz.